birinchi taymdan keyin chiqarayotgan xulosam, jamoada ruhiyat yo'q, kurashuvchanlik yo'q. Endi Husanov albatta unga ham ta'sir qilyapti bunday kayfiyat, boshqa sheriklarning kayfiyati. Menimcha birinchi taymda Husanov eng ko'p to'pga tegingan futbolchilardan biri bo'ldi. Asosan himoyadan to'pni oldingi chiziqqa yetkazib berishni ta'minlayapti. Golda qutqarishga ulgurmadi, lekin asosiy xato u yerda qanotdan ketdi, Mateusz Nunyeshdan va sariq kartochka oldi. Umumiy jamoa fonida Husanov yomon o'ynamadi, lekin ikkinchi bo'limda nafaqat Abduqodir, balki City qo'shmasa bo'lmaydi. Ikki xil taym, ikki xil City. Guardiolaning darajasi shu joyda sezildi. Burilish yasadi, sxemani o'zgartirdi, temp qo'shdi va maydonda bo'sh zonalarni kamaytirdi. O'z imkoniyatlaridan manchesterliklar foydalanib ketishdi, Bournemouthga esa hujum qilishga imkon berishmadi. O'Reilly chapanotda juda ham samarali o'yin ko'rsatib, ikkita assist taqdim etdi. Abduqodir Husanovning almashtirilishi borasida hozir xavotirli kommentlar o'qiyapman. Yo'q, unaqa vaziyat ayanchli emas. Nasib qilsa keyingi uchrashuvlarda u ham formasini tiklab oladi va albatta maydonga